Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbel alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Mufti Istaqalayn Abu Hafs Ömer en-Nesefi rahimahullah yazgan Aqaid en-Nesefiyye namlıq bu qimmatlik metninin xilafet, imamet degan babı kelib to'xtalganini edik. Endi biz bugun müşahede başlaymiz. Musannif rahimahullah deydi ki ve afdalul beşeri ba'de nebiyyina Ebu Bekir'in Siddiq radıyallahu anhu. Endi insaniyetinin en evzeli bizim peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin insaniyetinin en evzeli Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'dur deydi. Yani Peygamber aleyhisselam'dan keyin, Peygamber aleyhisselam'dan burun emas. Peygamber aleyhisselam'dan burun tabii ki peygamberle Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'dan evzel. En tüven derecedeki peygamber mu Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'dan evzel. Ama Peygamber aleyhisselam'dan keyin kelgen ümmetin içinde hemmeden evzeli kim Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu. Hem de bu meselede asli bu akide bilen alakası yok. Ama bizdeki İslam fırkalarının içinden Şia diyen fırka, Rafida, Şia diyenler bu şu tüccar yerlerimizde mesela Ebu Bekir Siddiq, Ömer radıyallahu anh'ı, Osman radıyallahu anh'ı düşman tutkallığı. Şu sebepten ehl-i sünnetin akidesi kirgizilgen. Bu kuşumca bulup kirgizilgen. Mana bizim peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin en insaniyetin avzeli kim Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu. Hem de bir sual ki kalsa İsa aleyhisselam çoğu. İsa aleyhisselam Resulullah'ın kim kötüse İsa aleyhisselam kelgen vaktida Resulullah'ın burun kelgen. Resulullah'ın burun kelgen, Resulullah'ın kim kelgen hatağı kimmeydi. Bu asmanda bağ, hayat bağ. Bu yani bağ demek için. O kim kelgen hatağı kimmeydi. Peygamberimizden keyin en evzel kişi Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'dur. O sahibel gar, en de septen Müslüman, çoğunların içinde en de septen Müslüman boğan ve Resulullah'a garda hemra boğan, Resulullah için bütün barlığını atıgan, bağış etken, bütün mal dünyasını Resulullah için birvetken, İslam dininin Resulullah'ın en suyumluk dostu, İslam dininin en sadık halifesi Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu'dur. Thumme Ömer'ül Faruk, andikin Ömer Faruk. Ömer'ül Faruk radıyallahu anhu. Ömer radıyallahu anhu'a Faruk degan laqam qachon qo'yilgan desanglar, birdan münafık bir Yahudi bilan bir majralashib qoldi, davolashib qilib, Resulullah'ın yanına keldi. Resulullah hukm qilib berdi, Yahudining hukm qilib berdi. Bu münafık nima bo'lmay, abdan qoyil bo'lmay Ömer radıyallahu anhu'ga yanına bordi. Ömer abdan olib qo'ydi. Ömer olib qo'ysa Ömer radıyallahu anhu'ga boribdi. Ömer radıyallahu anhu so'radi, nima shu debdi. Muhammed'in yanına borsak, bunda olib qo'ydi. Sen hemen abdan ayrısı, sen olib qo'ydi dedi. To'xtab turinglar deb uyga kelib, qilichini chiqib bir qo'ygancha münafıkning bo'yniga kesib o'tdi. Allah'ın Resulü qilgan hukmi qani bo'lmagan, qanoat etmagan odamga jazo mushudir. Shunda kirib bo'yniga kesib o'tgan edi. Shu hamon Peygamber aleyhisselamga vahiy nozil bo'ldi. Ya'ni Umar radhiyallohu anhuga Faruq degan laqab shu Peygamber aleyhisselamga Faruq degan laqab jibasini olib tushdi. Peygamber sallallohu Ömer al-Faruq, ya'ni haq bilan nohaqning orasida ayirg'uvchi nima Faruq degan laqab shu joyda qo'yilgan edi. Thumma Umar al-Faruq, andikin Umar Faruq radhiyallohu anhu. Andikin Osman Zinnurayn, yani ikki nurning egasi Osman degan, yani Rasulullahning ikki qizi Ummu Kalsum va Ruqayya nomli ikki qizini nikohga olgan edi. Ya'ni dastlabda bir qizni nikohga olganda, u kasallanib o'lib vafot bo'ldi. Undan keyin yana bir qizini nikohga olgan edi. Undan keyin u qizimi vafot bo'ldi. Shuning bilan Peygamber sallallohu alayhi vasallam degan edi, agar mening uchinchi bir qizim bo'lgan bo'lsa edi, Osmonga yana beratdim degan edi. Osman radhiyallohu anhu Rasululloh shunday yaxshi ko'radi. Chunki Osman radhiyallohu anhuning islom dinidagi ko'rsatgan xizmatlari intayin ko'p. Sonra ondan keyin Ali el-Murtada. Yani Allah razı bo'lgan, Allah'tan Ali radhiyallohu anhu razı bo'lgan, Rasulullah undan razı bo'lgan zat Ali radhiyallohu anhu, Ali el-Murtada radhiyallohu anhu to'rtinchi qilib en Resulullah'ın kim kelgan ümmetning en avzili shulardir. Endi mana bu şu qisqacha so'zlaydigan bo'lsak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oxirgi damlarda hayotlarida intayin kesilga g'ilishib ketdi. Kesilga g'ilishib ketib
Ömer Abu Bakr Siddiq imam bo'lsin deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni imomatchilikka ko'rsatgan edi. Ya'ni mushu Rasulullohniki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu imomatchilik ko'rsatganligining o'zi nimaga ishorat qiladi? Rasulullohdan keyin xalifa Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'lganligini ochiq ko'rsatib turadi. Chunki sahobalar ichida Ubay ibn Ka'b qoridak intoyin murattab qorilar bor edi. Lekin nima uchun Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ko'rsatdi? Biri Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu sunnatga eng olim edi. Yana biri Rasululloh ishorat qilyotdi. Ya'ni mendan keyin xalifa bo'lgan kishi mushu deb ishorat qilyotdi. Tushundingmi? Nima uchun Rasululloh ochiq bayon qilmay ishorat qiladi desa, ummatiga rahim qilganligi, ummatiga rahim shafqat qilganligi shunday. Chunki agar Rasululloh ya'ni falon kishini, agar Abu Bakr ya falon mendan keyin xalifa bo'ladi deb ochiq belgilab qo'ysa, undan keyin boshqalar unga bo'ysunmay qarshi chiqsa hamma ummatning bo'ladi, davza qilib ketadi. Hammasi Rasulullohning amriga qarshi chiqqan bir davza qilib ketadi. Gunohkor bo'lib ketadi. Rasululloh bu vaqtda shura degan va amruhum shura baynahum degan oyat bo'yicha qilib qo'ydi. O'zaro kengash qilsin deb. Shuning uchun bu Rasulullohniki ummat uchun qilingan qattiq bir shafqat, rahim shafqat edi siyosat ishi haqida. Undan keyindan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'ldi. Vafot bo'lgandan keyin vafot bo'lgan kuni hamma sahobalar qattiq bir aram bo'layotganda Umar roziyallohu anhu quliga bir xabar keldi. Bani Saqif qabilasida ansarlar yig'ilib kengash o'tkazgili turibdi. Kim xalifa bo'lish haqida degandan keyin Umar roziyallohu anhu darhol Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'lini tortib mangmiz Bani Saqifga boramiz deb. Mangdi. Mangib undan keyin Abu Ubaydah ibn Jarrah va Umar ibn Xattob va Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu uchaylan Bani Saqif qabilasiga bordi. Qabilaga borib aşağıdaki ansarlar bilan aşağıda bir maydon suhbatlashdi. Suhbat o'tkazgandan keyin ular dediki, bizdan bir xalifa bo'lsin, sizlardan bir xalifa bo'lsin. Deb shunday dedi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dediki, Payg'ambar alayhisalom bu ishga Qurayshdan boshqasi yaramaydi degan. Hamma arablar Qurayshdan boshqasini e'tirof qilmaydi deb men Rasulullohdan bu ishga, ya'ni xalifalik ishiga Quraysh qabilasidan bo'lish kerak degan. Shuning uchun shu hadis bu ish qilmasa qolmaydi degan hammalarning bo'lgan, hammalar qoyil bo'lib, shunda turganda Umar roziyallohu anhu shu zaman Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu dediki, ya Abu Ubayda ya Umar bu ikkisini biriga bay'at qilinglar deganda Umar roziyallohu anhu hammalar qattiq g'ulg'ulga tushdi. Shunda g'ulg'ula qilib turishi Umar roziyallohu anhu ya Abu Bakr qulog'ini bergin degancha qildi. Dastlabda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bay'at berdi. Shunda hammalar aqmoq bay'at berdi. Atsi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohning masjidida bay'at oldi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Degandek islom dini uchun intayin ko'p xizmatlar, qisqa bir muddatda ajoyib ko'p xizmatlarni ko'rsatdi. Undan keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu vafot bo'lgan vaqtida sahobalarni yig'ib kengash qildi. Mendan keyin kimni xalifa qilamiz deb kengash qilib, keyin Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Osman roziyallohu anhu hammasidan maslahat so'radi. Umar qanday? Umar xalifa bo'lsa qanday bo'ladi deb so'raganda ular Umar roziyallohu anhu bak bo'ldi, lekin biroz achchiq emas, biroz qo'pol. Lekin bo'ladi deyishdi. Ha bo'ldi deb qo'yib qo'ydi. Keyin kizalab qanchaqda xatni bilan akilang deb Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mendan keyin xalifa faloni bo'lsin deb turishi vujuddan ketdi. Vujuddan ketgandan keyin Abdurrahmon ibn Avf Umar deb ham yozib qo'ydi. Umar deb ham yozib qo'ydi. Keyin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'shiga keldi. O'shiga kelib, qani varqam daftar ko'rib, yozib qo'ydingizmi deb tabassum qilib rozi bo'ldi. Undan keyin hammalarning roziligi bilan Umar roziyallohu anhuni xalifalik nomzodlikqa tiklab qo'ydi. Xalifa qilmaydi, xalifa hayot bo'lsa xalifa tiklanmaydi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu fotogandan keyin hamma birdek Umar roziyallohu anhuga nima qildi? Shura bilan, kengash bilan Umar roziyallohu anhuga bay'at qildi. Undan keyin Umar roziyallohu anhu musulmon xalifa bo'lgan bu davrda Misr islom tarixida ko'rib boqmagan darajada adolat yurgizildi. Islom dini intayin, islom diniki ya'ni islomniki territoriyasi intayin kengaydi. Endi butun Sham, Suriya, Damashq hammasi Umar roziyallohu anhu zamonida fath bo'ldi. Endi undan keyin Umar roziyallohu anhuni Majus Abu Lu'lu degan majusi nima qildi? Qasdlab shu Shamning fathilaridagi Kisroniki nimalardan avlodlardan bu shu yerga kelgan shu Fars majus o't palastlaridan biri
zehirlengen kılıçını yuşurup ekilip Ömer radıyallahu anh namaz kıldığı vaxtida 6 yerge hancar tıkıp etdi. Tıkıp etip Ömer radıyallahu anhu ayna kan ıkıp turuldu, göterildi. Onun için Ömer radıyallahu anhu halifelikni 6 adamga tavsiye qildi. Osman, Ali, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha, Zübeyir qatorliq shular atrasida qopsizlar shunday kengash qilib, bizdan qaysinglar ma'qul kelganinglar bersanglar bo'lsin deb olamdan o'tdi. Ular hammasi kengash qilib, Osman radhiyallohu anhuga xalifalikka hammasi kengash qilib, rozbalar Osman radhiyallohu anhuga bay'at qildi. Undan keyin Osman radhiyallohu anhu zamonasida nihoyat ko'p futuhatlar bo'ldi, intayin yaxshi ishlar ko'p bo'ldi. Bu vaqtda Yahudilardan Abdullah ibn Saba ismli bir Yahudi yolg'onda musulmon bo'lgan shu Yahudilar kuchkartib Osman radhiyallohu anhu qarshi bir to'polon qo'zg'olon chiqdi. Qo'zg'olon chiqib Osman radhiyallohu anhu men bu ummatga qilich ko'tarmayman deb hech qaysi askarlarni qilich ko'targani qo'ymadi. Lekin ular bir to'polon ko'tarib, namoyish ko'tarib Osman radhiyallohu anhuning qasrining oldida yashadi. Qo'rshab turib, oxir keynidan busab kelib Osman radhiyallohu anhuni shahid qildi. Osman radhiyallohu anhu shahid qilibdi. Shuning bilan undan keyin Ali radhiyallohu anhu bo'ldi. Ali radhiyallohu anhu hamma musulmonlar birlashib, birdak Ali radhiyallohu anhuga shada bay'at qildi. Endi shura bilan, hamma shura bilan bo'lgan edi. O'sha 4 shaharlardan hammasi hech qaysi bilim bilan bir odamning shaxsiy ilmidan bo'lmagan. Hech qaysi bir odamning shaxsiy ko'z qarashini, hatto Rasulullohning shaxsiy ko'z qarashini qo'ymagan edi Abu Bakr Siddiqqa. Hammasi shura qilib qo'ygan edi. Hammasi shura bilan musulmonlarning kengashi bilan bo'lgan 4 shahar yer edi. Shuning uchun hech bir shak shubha yo'q. Bularning eng afzalligida hech bir shak shubha yo'q, mutawatir. Tushundingizmi? Endi nimishqa bu masalani va aqidani ichi kiygizdik desa, chunki Shialar hammasi yo'q. Ali Rasululloh xalifalikni eliga bergan edi, Abu Bakr va Umar tatib oldi deb shunda tuhmat chaqlaganlik uchun shu biz ahli sunnatning ko'z qarashi bilan qildi, bu kiygizildi. Bu uchiq bir haqiqat bu. Hech qanday kunni itakda to'sqilib bo'lmagandek, bu haqiqatni to'sqilib yapqilib bo'lmaydi. Undan keyin xo'sh, va xilafatuhum ularning xalifaligi sabitatun ala hada tartib aydan. Ya'ni mushu tartib bo'yicha xalifaligi sabitdir. Ya'ni biz birinchi xalifa Abu Bakr, ikkinchi xalifa Umar, uchinchi xalifa Osman, to'rtinchi xalifa Ali radhiyallohu ta'ala alayhim ajma'in deb e'tiqod qilamiz. Vel xilafatu 30 sene. Xalifelik 30 yıl davamlaşıyordu. 30 yıldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xalifelik 30 yıl buludu deb. 29 yıl 6 ay bo'lganda Ali radhiyallohu anhuni Abdurrahman ibn Muljam degan Xavarij nima qildi? Qasd etdi. Ali radhiyallohu anhu namoz o'qiyotgan vaqtida pichoqdan jib Ali radhiyallohu anhuni qasd etdi. Undan keyin Ali radhiyallohu anhudan keyin o'rniga kim bo'ldi? Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu xalifa bo'ldi. Hasan ibn Ali xalifa radhiyallohu anhu xalifa bo'lgandan keyin 6 oy xalifalikda o'tirib bo'lgandan keyin Muaviya, shu chaqda Hazrat Muaviya Ali radhiyallohu anhuga bay'at qilmay ikki musulmonning orasida nihoyat cho'ng urushlar bo'lib, Jamal urushida Oysha onamiz va Rashidiki Talha Zübeyir degan ashar mubashshirlar shahid bo'ldi masalan. Uni keyin Siffin urushida Muaviya bilan Ali radhiyallohu anhu turishgan urushda ikki tarafdan 70 mingdan 144 mingga yaqin taxminan odam shahidlab ketdi. İmam Hasan bu hammasi ko'rib qattiq qalbida pek qayg'uratdi. Shuning bilan Imom Hasan xalifalikka kelgan vaqtida nima qildi? 6 oy o'tirib bo'lgandan keyin, 6 oydan keyin xalifalikni Muaviyaga o'tinib berdi. Muaviya bo'lsin bo'ldi. Deb o'tinib berdi, lekin bir shart bilan, ya'ni Muaviyadan keyin xalifalikka Imom Hasan o'tirdi. Lekin Imom Hasan dediki, men tashbih kuzamda tashvatdim, agarda xalifalikka meniki kuzam bo'lgan bo'lsa bermaydim degan edi o'zi. Ammo ba'zi rivoyatlarda Ibn Kathir al-Bidaya nomli kitobida aytishicha, ya'ni Muaviyadan keyin xalifalikka kim o'tirdi? Imom Hasan o'tirdi deb shunday to'xtamda qilingan edi. Undan keyin Imom Hasan uzoq o'tmaylan zaharlanib shahidlab ketdi. Kimning zarar bergan qo'lma holda jigarlarini qon og'izlarini qon tushgan holatda aytdi. Echinchi holatda shahidlab ketdi. Undan keyin Muaviya nima qildi? Muaviya o'zining o'g'li Yazidni o'zi hayot turib hammalarga bay'at bergani soldi. Bay'at berganligini majburlab demak Madinaga kelib bay'at qilishga qilib Ansorlarni qo'shilmaganlarni shu qandaqsi qilib hammadan bay'at oldi. Lekin bunga Imom Husayn va Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr qatorli sahobalar
beyat berishga unamadi. Chunki bu Shuraga qarshi edi, Shura ruhiga qarshi bir ish edi. Chunki dadining o'g'lini nima qilishi, Yezid nimaga xilofat tayinlash. Ali roziyallohu anhu Imom Hasanni xalifa qilmagan edi. Lekin hamma musulmonlar bilishi tayinlagan edi. Lekin Yezidning dadasi Muaviya xalifalikka nomzod ko'rsatdi. Undan keyin hammalardan bay'atni ilib o'tib, Muaviya vafot topdi. Vafot topgandan keyin Yezid eng dastlabki nima ish qilish boshladi? Imom Husayn menga bay'at qilsin. Imom Husayn bay'at qilsin deb ashunlarlam qoldi. Imom Husayn bay'at qilsin deb Madinada oxir Imom Husayn Madinada o'tirolmay Makkaga keldi. Makkaga kelgan, Makkadan qiyin o'tirgandan keyin Makkada o'tirolmay oxiri Kupada Imom Husaynga necha ming odamniki oqa nima qilgan? Biz sizga bay'at qilsak degan bay'at nomalari kelib turgandan keyin ashyaga bordi. Ashyaga bilish yo'lida Kupaliklar Imom Husayn Kupaga berib borganlikda bular yana o'ziniki Ubaydullah ibn Ziyad boshchiligini bir muncha odamni Yezid avatdi Kupaga. Ular hammasi yana bay'atini yandi. Bay'atini yanib Imom Husayn avatgan Muslim degan tog'asining o'g'lini shahid qilib o'tdi Ubaydullah ibn Ziyad. Undan keyin Imom Husaynning bu xabar shu Karbala degan yerga kelgan vaqtida xabar yetdi. Xabar yetib keyin yenib undan qo'g'icha Ubaydullah ibn Ziyad 5000 kishilik qo'shinni elib, ondan oldini to'sdi. Keyniga aylanib, keyinni taqa to'sdi, oldini to'sdi, Suvayani taqa to'sdi. Ashada 10 kecha kunduz Muharramning 1-kundan tortib, Muharramning 10-kungacha shu yerda shu ochlik, usuzlik, issiqlik, qiyinchilik qoldi va jang bo'ldi. Jang bo'lib eng oxirida Imom Husayn mashhad shahidlab ketdi. Mana shu tarix vaqtida vaqalik shu. Lekin Yezid shundan keyin bu hijratning 61-yili bo'lgan ish, hijratning 61-yili. Yezid 63-yili Yezid vafot bo'ldi. Yezid men 2 yildan uzoq umr ko'rmadi. Undan keyin bu Muaviya Umaviylarning qo'lidan xilofat kimning qo'liga o'tib ketdi? Marvaniylarning qo'liga o'tib ketdi. Yeziddan keyin Marvandan keyin Abdul Malik ibn Marvan, Hisham ibn Abdul Malik deb Marvaniylar o'tib ketdi. Ya'ni Yezidning qo'lida Yeziddan 2 yil turdi, 2 yildan keyin tumadi huquqni. Tushundingmi? Bu avvalat shu. Endi chunki xilofat salatuna sen demak xilof Rasululloh degan eng osh kengash bilan milliy shuro bilan bo'lgan kengash xalifada qancha yil o'tgan? 30 yil. 29 yil Imom Hasanning 6 oydan qancha bo'ldi? 30 yil kamil bo'lgan edi. Summa ba'daha andikin mulkun va imar, andikin podshohlik bo'ldi. Podshoh degan dadadan bolasi qoldi qashgan nima? Podshohlik bo'ldi. Andikin podshohlik va imara, beylik, amirlik bo'ldi. Vel muslimuna la budda musulmonlarga endi musulmonlarga ularning ahkomlarini ijro qilib turg'izadigan, ularning had jazolarini barpo qiladigan, ularning vasaddi sug'urihim, ularniki chegaralarini tusib qo'g'daydigan, ularniki askarlarini tayyorlaydigan, ularniki sadaqatlarini oladigan va qahril mutaqallibati val mutalassisa degan gap mafiya, lokchak, mutalassisa degan o'g'ri, yanchuqchi, qo'taat turuq degan qaroqchilarni tutib tizginlaydigan va iqomatil juma'il val ayat, juma, hayit namozlarini o'qib beradigan va qat'il munazaa'atil waqi'ati baynal ibad, bandalarning orasida yuz bergan talash tortishlarni kesib ayirib beradigan va qabuli shahadatil qoimati ilal huquq, insonlarning haqqul ab masalalariga oid shahodat guvohliklarni qabul qiladigan va tazvijis sigari va sagail allatina la awliya lahum, ularga velisi bo'lmagan kichik o'g'il va kichik qizlarni o'ylab agi bilib xotin apirib agi biladigan va qismatul g'anaim, g'animatlarni taqsim qiladigan va nahvi zalik ashuni o'xshash barliq musulmonlarning ishini qilib beradigan bir imomi bo'lishi lozim. Imom degan podshoh, bir podshohi bo'lishi lozim. Cho'qim lozim. Bu islomning eng muhim ishi. Rasululloh tugab ketgandan keyin hamma sahobalar ish qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa sayladi. Musulmonning cho'qim bir boshliq bo'lishi kerak. Hammasi shuning bo'ysunadigan, atiulloh va atiur rasul va ulul amri minkum deydigan, shuning itoat qiladigan, shuning ostida islomning barliq hukmlarini joriy qiladigan cho'qim bir imomi, bir podshosi bo'lishi kerak. Islomning eng muhim ruhi tushundingmi? Undan keyin ondan keyin bu imom, bu podshoh oshkor bo'lishi kerak, maxfiy emas, la muxtafiyan. Yushurib olgan maxfiy bo'lmasa kerak. Shialar degandek Imomul Muntazar deb biz saqlab turibmiz, Imom Mahdi chiqdi deb. Imom Mahdi chiqdi payg'ambar degandek, lekin u Imom Mahdi
chiqib oshkor bo'lganda bizga nima? Oshkor bo'lgan vaqtida bizga ergishish nima? Gadimiz vojib bo'ladi. Maxfiy bo'lganiga vojib bo'lmaydi. Ishi degandek, maxfiy ko'zni yushirib biz kutib turamiz, saqlab turyapti degan gaplar bu olmaydi. Shunga ahli sunnatning aqidasida imom qanday bo'lish kerak? Oshkor bo'lish kerak. Bir muxtafiy ham maxfiy bo'lmasligi kerak. Vala muntaziran, saqlab kutib turgan bo'lmasligi kerak. Chiqish uchun saqlab turgan bo'lmasligi kerak, chiqishi kerak deydi. Ve yekuna min Quraysh, ve Quraysh'tan bo'lish kerak. Quraysh'tan bo'lsa bo'ladi. Va la yajuzu min g'ayrihim. Quraysh'tan boshqalardan mu'minlarning amirul mu'minin deydigan, mu'minlarning butun islom dunyosidagi podshosi bo'lishqa loyiq. Ammo har bir kichik davlatlar bo'lsa mayli, ammo butun cho'ng jihatdan xalifatul muslimin bo'lishqa cho'ng Quraysh'tan bo'lish kerak. Va la yaqtasu bi bani Hashim. Bu xalifalik Hashim jamoatiga na Ali radhiyallohu anhu avlodlariga xos emas. Ve la yushtaratu fil imam, imametçilikte, bu imam buluşta eyyekune ma'sumen, günahdan ma'sum buluşu şart emas. Yani katli günah bakmagan buluşu şart emas. Ve la eyyekune efdale min ehli zamanı, öz zamanısı ehlinin en özlü buluşu hem şart emas. Ve yushtaratu eyyekune min ehli vilayeti mutlakatil kamile. Yani bu şart itildiğini, bu mutlak kamil vilayet ehlinin buluşu şart. Mutlak kamil deyen gap, yani kuludu hukuk ba. Yani Muhammed'in özgü boysununda alaydıgan, qo'lida kuchli huquq bor odam bo'lish kerak. Andin hammadan e'tirof qiladigan, hamma kishi e'tirof qiladigan bo'lish kerak. Askolab qasmi lekin hamma kishi e'tirof qiladigan huquq bor odam bo'lish kerak. Saisan siyosatchi, qodiran ala tanfizil ahkam degan ahkamlarni ijro qilishga qodir va hifzi hududi darislam islom dunyosining had chegaralarini qo'g'dashga, muhofazat qilishga qodir va istiqlosi haqqil mazlumi min az-zolim, mazlumning haqqini zolimdan elib berishga qodir bo'lish kerak. Shunda bo'lsa, bu imomatchilik saylashga bo'ladi. Va la yan'azilul imamu bil fisqi wal jawri. Mana yuqoridagi sifatlik imomni fosiqlik va zolimlik degan sifat bilan elib o'tishga bo'lmaydi, elib o'tilmaydi. Bularni fosiqlik qildi, zulm qildi deb elib o'tmaymiz. Uni sabr qilamiz, shuniki itoat qilamiz, inshaalloh islom dunyosi kuchli holatda turadi. Ammo uni qo'ni ko'chilab uni chuvetimiz desek, undan chiqin chiqqan undan yomon bo'lishi mumkin. Uni islom dunyosi fashillanib ketadi. Va tajuzu salatu xalfa kulli barrin va fajir. Har bir fosiq, har bir yaxshi yomon odamning orqasida namoz o'qish joiz bo'ladi. Va yusalla ala kulli barrin va fajir. Har bir yaxshi yomonga mayit namozi, janoza namozi o'qiladi. Va yukaffu an zikri sahabati illa bi xayr. Sahabalarni faqat yaxshi gap bilan Alloh tilga ilinadi. Yomon gap bilan tilga ilinishdan to'xtaladi. Va nashhadu bil jannati lil asharati alladina yubashshiruhum an-nabiy sallallohu alayhi vasallam bil janna. Biz Payg'ambar alayhisalom jannat bilan oldin Alloh xush bishorat bergan 10 sahobaga biz jannat bilan jannat bilan jannati ekanligiga guvohlik beramiz. Jannat bilan guvohlik beramiz. Ya'ni ular bo'lsa Abu Bakr Siddiq, Umar, Osman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talhat ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Awwam, Abu Ubaydah ibn Jarrah, Sa'id ibn Zayd qatorliq 10 sahoba. Yana undan boshqa sahobalar bor, masalan Imom Hasan, Imom Husayn jannat ahliniki xo'jasi degan masalan hadislar bor. Degan shu 10 kishining hammasidagi ahli jannat ekanligiga biz buni guvohlik beramiz. Va naral masha alal xuffayni fil hadari was safar. Biz yurtda va safarda ikki utakki masih qilishni ravo ko'ramiz. Ahli sunnatniki aqidasiga mushu bir fiqh masalasi kirgizilgan. Fiqh masalasi kirgizilgan. Aslida bu fiqh masalasi ammo Shialar nima deydi? Utakki masih qilish joiz emas deydi. Shu Shialarga qarshi. Va la nuharrimu nabizat tamr, xurma sharbatini harom demaymiz, harom qilmaymiz. Va la yablughu waliyun darajatal anbiya. Hech qanday bir vali asla payg'ambarlik darajasiga, payg'ambarlarning darajasiga yetolmaydi. Aqanda vali bo'lsin, payg'ambarlar darajasiga yetolmaydi. Va la yasilul abdu ila haythu yasqutu anhu al-amr wan nahy. Banda har qancha ibodat qilsa-mu, amr nahy saqit bo'ladi. Undan amr nahy saqit bo'ladigan darajaga berib yetmaydi. Va nususu tuhmalu ala zawahirha. Qur'on hadisning naslari Qur'on hadisning zohiriga hamla qilinadi. Zohiriga hamla qilinadi. Amal barcha. Vel udulu anha ila ma'anin yad'iha ahlul batini ilhadun. Endi Qur'on-i Kerim, Qur'on oyat hadisning zohiriy ma'nolaridan batinilar, ya'ni batinilar degan gap, o'sha Shianing yana bir firqasi batini deb. Batinilar da'vo qiladigan maxfiy ma'nolarga aqlab o'tish ilhadun degan haqdan nahqqa burilishdir. Haqdan nahqqa burilib ketishdir.
Ve raddun nususi kufrun. Kur'an-ı Kerim'nin ayet hadisleri red kılış, uç ayet hadisleri red kılış nima? Kufurluktur. Ve istihlalul me'asiyeti ve istihanetu biha kufrun. Günah mesiyetini halal sanaş, günah mesiyetini küçük sanaş közge ilması da kufurluktur. Vel istihza'u ala şeriati kufrun. Şeriatni meshir kılış kufurluktur. Vel ye'su min Allah Teala kufrun. Allah Teala'nın ümitini üzüş kufurluktur. Vel emnu min azabillahi kufrun. Allah Teala'nın azabıdan tinç aman bulap kılış, hatican bulap kılış kufurluktur. Şuna Müslüman devamlılık havf raca arası turuş gerek. Allah Teala'nın azabını korkup duruşu, Allah Teala'nın rahmetinden ümit var buluşu gerek. İkisinin arasında turuş gerek. Ve tasdikul kahini bima yuhbiruhu anil gaybi kufrun. Emdi kahin haber kılgan gayipke, kahin gaybden haber kılsa, şunun işi kufurluktur. Kahinin gaybden kılgan haberi işiniş nima? Kufurluktur. Vel ma'dumu leyse bir şeyin. Ma'dum. Yok nese hiç nime emez. Yok nese. Bunun diyen gel yok nese hiç nime emez diyen gel. Degende ma mesele yani eş'eliler ile maturidilerin arasındaki ihtilaf. Demiş kadese eş'eliler deydi ki Allah Teala anlaş sıfatı bilen, semih sıfatı bilen küreyleydi. Besir sıfatı bilen anlayalaydı deydi. Maturidiler ne deydi o? Allah Teala semih sıfatı bilen anlaydı. Besir sıfatı bilen kürdü. Deydi. Onun dekin beyadın ne belki çıktı sanlar. Eş'eliler deydi ki yok nese, biraz yok mesela. Yok nersini mesela lazım bir mirza yok mesela dünya kamil. Bir mirzini yok bozumu Allah Teala külep ezelden külep durdu deydi o eş'eliler. Maturidiler ne deydi o? Allah Teala üzerindeki ilmi ezelisi bilen bir mirzinin kandaklıkını kadar hemmini bildi o. Lakin küleşmesini için Allah Teala banesini kürüdü. Emniyeti banesini kürüdü. Yok nersini kürmeydi. Çünkü yok nersini kürüş diyen gep emniyeti bulundu. Yok nerse. Bu nersini kögellik diyen ikisi karma karşı iş. Demek bunu tefsilatı inşallah bunu ki çok kitapta bayan kılımız. Bunda ne boğalık için, bunda ihtilaf boğalık için, musennif maturidi boğalık için imkadı vel ma'dumu leyse bir şey. Yok nersi diyen işlememez, şey emez, şeyi de batalmaydı. Diyeceğim şu. Ve fi duail ahya'i lil emvat. Emri tiliklerinin ülekler için kılgan duası da, üleklerine hakkında kılgan hayır duaları da ve sadakatihim tiliklerinin ülüklerinin hakkında kılgan sadakatları da yani bunların hakkında kılgan sadakatları da nef'un lehum. Ulağı menfaat vardır. Yani ülükler için menfaat vardır. Hatta tilikler için hem menfaat vardır. Tiliklerge hem menfaat buldu. Demek ki tiliklerge Allah Teala sevap verdi. Ülüklerge hem menfaat buldu. Allah Teala onların kılgan sevaplarını onlara yetkizip verdi. Ehl-i sünnetin yeni mesela akidelerden biri var. Muhim akidelerden birisi. Vallahu Teala yucibu davet. Allah Teala dualarını icabet kılıcıdır. Allah Teala dualarını icabet kılıdı ve yakdil hacat. Hacetlerini ada rava kılıdı. Ve ma akbara bihi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametlerini haber kılan nerselerinin hemmesi min hurucid deccal. Deccal'ın çıkışından ibaret. Ve dabbetil ard diyen gibi yer mahlukunun çıkışından ibaret. Ve Ya'cuc ve Ma'cuc. Ya'cuc Ma'cuc'un çıkışından ibaret. Ve nuzuli İsa aleyhisselam. İsa aleyhisselamın asmandan düşüşünden ibaret. Ve tulu'u şemsi min mağribiha. Günün mağribeden çıkışından ibaret. Ve ondan başka Peygamber aleyhisselam ahirette bulunduğun hem mişla. Mesela ahir zamanda bulunduğun didekinin yüzüne kucağında toğuşundan ibaret. Padişçıların öyle seriste besleşip gidişinden ibaret. Peygamber aleyhisselam diyen ahir zamanda bulunduğun hem iştahın hambisini ve fevve hakkun. Bu berhaktır. Berhakta bunu iman eğitimiz işinimiz. Vel muctehidu. Yeni bir mesele. Muctehid kad yuhti'. Yani muctehid. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed tek muctehid alim. Kad yuhti'. Hatalışımı mümkün ve fakat yusib. Doğrun tepşimi mümkün. Ama eğer muctehid Allah Teala'nın rızası için ictihat kılıp doğrunu tapsa işki ecri buludu. Hatan tapsa bir ecri buludu. Lakin mujtehid diyen çokum %100 doğru tapıldı demeyimiz. Mujtehid doğru tepişim mümkün, hata tepişim mümkün. İmam Hanefi mezhebi doğru buluşu mümkün, hata buluşu mümkün. Şafii mezhebi doğru buluşu mümkün, hata buluşu mümkün. Lakin biz ne için bu mezhebi tanıdıksa Hanefi mezhebi doğru. Ben doğru ifade kılıyorum, ben hata buluş ihtimali var. Şafii mezhebi hata, doğru buluş ihtimali var. Bana nispeten. Şafii'nin ne diş gerek? Şafii mezhebi doğru. Hata buluş ihtimallık var. Hanefi mezhebi hata, doğru buluş ihtimallık var. Ben muyda itikat kılış gerek. Çokum'un %100 doğru. Başının hata değil. Ehl-i sünnet içindeki mezheplerini çokum hata diye çıkarılmaydı. Hemiz umumi cihetten doğru. Lakin hususi cihetten de var. Hususi cihetten.
Ve rusulul beşeri efdalu min rusulil melaike. Peygamber, insaniyetin peygamberleri periştelerin peygamberlerinden özelliktir. Ve rusulul melaike periştelerin peygamberleri insaniyetin umumlardan, ammevi insanlardan özelliktir. Ne diyor? Ammevi insanlar degeni yani mesela peygamber emeste. Şunu alma. Peygamber emez yani takvadır Müslümanlar demekçe. Peygamber emez takvadır Müslümanlar demekçe. Ammevi insanlardan özelliktir ve ammetul beşer diye. Ammevi insanlar periştelerin ammevi periştelerden özelliktir. Yani Ebu Bekir Sıddık, Ömer Radıyallahu anh, Osman Ali degandek insan peygamber olmayan insanların içindeki takvadarları demeden periştelerden özel. Neme cihetten de sağlan? Çünkü Allah Teala peygamber periştelerge ihtiyar hukukunu vermegen. Periştelerin günah kılayımı demeydi, günah kılanmaydı, tamak yemeydi, su içmeydi. Keçin mümkün Allah Teala ibadet kılıdı. Ama insan uçu Allah Teala ihtiyar hukukunu vergen. Günah kılış, sevap kılış. İhtiyar kılış hukuka. Şu sebepten böyle sevapını ihtiyar kılıp kılan yaxşı müminler Allah Teala'nın dergahida periştelerden özel bulunuğa erişidu. Vallahu a'lem bis savab. Mana bu dersinden bizniki akidet nesefiye dersimiz tamamlandı. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Rabbi zidna ilma ve rızna fehma. İhdina sıratal müstakim. İhdina sıratal müstakim. İhdina sıratal müstakim. Allahümme ec'alna min ehli sünneti vel cemaati ecma'in. Allahümme thabbitna ala akidet ehli sünneti vel cemaati ecma'in. Allahümme ehdina fi men hedeyt ve afina fi men afeyt ve tevellena fi men tevelleyt ve barik lana fi ma ateyt ve qina Rabbena şerre ma qadayt fe inneke تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى ذات الجلال والإكرام اللهم بحق حرمة هذا الكتاب يا رب العالمين بختم حرمة هذا الكتاب يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في تركستان الشرقية اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم نجهم من يد الكفار اللهم نجهم مما يخافون يا رب العالمين يا خفي الألطاف يا واسع المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدايم مش وقيمة نبكي مش والله خدايم أهل السنة والجماعة عقيدتنا أيروت مثل يا رب العالمين أهل السنة والجماعة عقيدتنا أيروت مثل özür yaxşı görgen doğru yolu sepasıyla devamlı doğru yolda yaşap doğru yolda yapıp nisip kısıla din için hizmet kılın nisip kısıla Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerden yönü besmağı nisip kısıla ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halkı Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetke ya erhamer rahimin.